sobiq ittifoqda, ya'ni SSSR davrida eng katta zarbaga uchragan, eng qaqshatqich qirib tashlangan xalqlardan biri sifatida o'zbeklar bo'lgan desam ishonasizmi? Afsuski shunday. O'zbekiston Respublikasining bugungi kundagi tarixiy geografik xaritasi ruslar tomonidan chizib berilgan. Ruslar tomonidan chizilganda ham shu darajada chizilganki, o'zbeklarni har tomonlama bir-biriga tobe qilib tashlagan. Qanday deysizmi? Markaziy Osiyo hududida o'zbeklar eng katta xalq hisoblanadi. SSSR davrida ham o'zbeklar ruslar va ukrainlardan keyin 3-xalq bo'lgan. O'zbeklarni sun'iy ravishda qisib tashlash, ruslashtirish, assimilyatsiyaga uchratish maqsadida o'zbeklarga hech qanaqangi yo'l qoldirmagan. Shulardan biri Qoraqalpog'iston Respublikasining orqa tarafida Kaspiy dengiziga chiqishini o'zbekistonliklar uchun taqiqlab qo'ygan, ya'ni o'sha hududlarni Qozog'iston Respublikasiga berib yuborishgan. Vaholanki u hududlarda ham juda ham ko'p o'zbek tilida so'zlashuvchi xalqlar yashashgan. Undan tashqari, Xorazm viloyatini janubiy g'arbiy qismlarini Turkmaniston davlatiga qo'shib berishgan. Shu jumladan 1935-yilda Samarqand viloyati Zarafshon tumanini 1935-yildagi qonunga asosan Samarqand viloyatidan ajratib olib, Tojikiston avtonom respublikasiga qo'shib berishgan va Zarafshon hududini to'lig'icha Tojikiston respublikasiga sovg'a qilib yuborishgan. Bugungi kundagi Tojikiston respublikasi Zarafshon vodiysi to'lig'icha O'zbekistonning Zarafshon tumani bo'lgan. Undan tashqari eng so'nggi, eng og'riqli zarba Farg'ona vodiysida bo'lgan. Ya'ni Farg'ona vodiysi atrofi to'lig'icha tog'lardan iborat bitta xuddi kosaga o'xshash hudud. Kosani atrofida faqat va faqat 96% o'zbeklar yashashadi. Farg'ona vodiysini bir qismini O'sh, bir qismini Jalolobod qilib, katta qismida o'zbeklar yashovchi katta hududni Qirg'iziston Respublikasiga qo'shib bergan va bir qismini Tojikiston Respublikasiga qo'shib bergan. Bo'linishni shu darajada mukammal bajarishganki, odamlar qayta hech qachon o'zini tiklab ola olmasin, bular o'rtasida bir umrlik kelishmovchiliklar shakllansin degan maqsadda bu siyosat amalga oshirilgan. Shulardan bittasini sizga ta'riflab beraman. Sux tumani haqida. Farg'ona viloyatining Sux tumani degan tuman mavjud. Farg'ona viloyatining Sux tumanining aholisining 80-90% tojik millatiga mansub odamlar yashashadi. O'zbekiston Respublikasi hududi hisoblanadi, lekin hududning joylashuv joyi Qirg'iziston Respublikasining ichkarisida joylashgan. Bunisini ko'ryapsizmi? Ya'niki O'zbekistonliklar o'zining Sux tumaniga borishi uchun Farg'ona viloyatidan birinchi Qirg'iziston Respublikasiga O'zbekistondan chiqib, Qirg'iziston Respublikasiga kirishadi. Qirg'izistondan chiqib, yana O'zbekiston Respublikasiga kiradi. Ya'ni bitta davlat hududini mana bir rayonimizdan ikkinchi rayonimizga, ya'ni borishimiz uchun 2 marta davlat hududlariga kirish va chiqish pasportimizga pechatlarini bostirishimiz kerak. Lekin so'nggi vaqtlarda O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlarini iliqlashuvi, yaqinlashuvining fonida bugungi kunda ID kartada borib kelish tizimi joriy qilingan. Buning uchun to'g'risi davlatimiz rahbariga va Qirg'iziston Respublikasining rahbarlariga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Bu juda to'g'ri fikr. Mana shu qiyinchiliklar ortida ruslar o'zbeklarni yo'q bo'lib ketishini istashgan. Zarafshon tumani nima uchun Tojikistonga berilgan? Zarafshon tumanining berilishidan ko'zlangan maqsad Tojikiston hududini yaxlit qilish bo'lmagan hech qachon. Aslida Zarafshon tumani hududida O'zbekiston Respublikasining markaziy viloyatlarini sug'oruvchi asosiy suv ta'minot zaxirasi, ya'ni Zarafshon daryosi oqib o'tadi va uning katta qismi bugungi kunda Tojikiston hududida qolib ketgan. Va bugungi kunda irrigatsiya masalalaridagi muammolar Rossiyaga minnatdorchiligimizni bildirsak ham bo'ladi bu borada. Rossiya mana shu irrigatsiyadagi bugungi kundagi muammolarimiz, ya'ni suv tizimidagi muammolarimizni asosini rossiyalik ulug' akalarimiz yaratib berib ketishgan. Bundan tashqari 1930-yildan 1950-yillargacha o'zbeklar eng ko'p qatag'on qilingan xalqlar sifatida qaraladi. Birinchi o'rinda ukrainlar, belaruslar, ikkinchi o'rinda o'zbeklar qirib tashlangan. 1930-yildan 1950-yillarda 1.800.000 ta odam vafot etgan. Shularning ichida 39.000 ga yaqini homilador ayollar bo'lgan. Shunday ekan, bugungi kunda Rossiya hududiga borib, Rossiyaning televideniyasidan televizor ko'rib, axborot xizmatlaridan axborotlarni tomosha qilib, Rossiya propagandasi ta'siriga tushib qolgan o'zbek akalarimiz, o'zbek ukalarimizga fikrim, propaganda ta'siridan chiqing, o'rus qullikdan chekining.